Assalomu alaykum. Quyidagi aniqmas integrallarni hisoblaymiz. Birinchisi, integral dx bo'lingan x ko'paytirilgan x ning n'inchi darajasi plus 1. N bu yerda natural son. Ikkinchi integralimiz integral x plus 1 dx bo'lingan x ko'paytirilgan 1 plus x ko'paytirilgan y darajasi x. Yechish. Birinchi integralni yozib olamiz. Dx bo'lingan x ning n'inchi darajasi plus 1. Bu integralni quyidagicha yozamiz. X ko'paytirilgan x darajasi n ni qovusdan tashqariga chiqarsak 1 plus 1 bo'lingan x ni n'inchi darajasi qoladi. Bu teng dx bo'lingan x ning n plus 1-chi darajasi qovuschida 1 plus 1 taqsim x ning n'inchi darajasi. Quyidagi belgilashni kiritamiz. 1 plus 1 bo'lingan x ning n'inchi darajasi z bo'lsin. Yoki 1 plus x ni minus n'inchi darajasi z. Bu tenglikni har ikkala qismini differensiallaymiz. U holda minus n x darajasi minus n minus 1 dx teng dz. Bundan dx bo'lingan x ning n plus 1-chi darajasi teng minus dz bo'lingan n. Buni berilgan integralga olib borib qo'yamiz. Ya'ni minus dz taqsim n bo'lingan z. Bu teng bo'ladi. Minus 1 taqsim n integral dz bo'lingan z barobar minus 1 taqsim n natural logaritm z plus s. Z ning o'rniga qo'yamiz. Demak, bu 1 plus 1 taqsim x ni n'inchi darajasi plus s. Bu teng bo'ladi minus 1 taqsim n natural logaritm x darajasi n plus 1 bo'lingan x ning n'inchi darajasi plus s. Yoki minus 1 ni yo'qotsak natural logaritm, demak bu x ning n'inchisi x ni n'inchi darajasi plus 1 bo'ladi va plus s. Endi ikkinchi integralimizni hisoblaymiz. Integral x plus 1 dx bo'lingan x ko'paytirilgan 1 plus x y darajasi x. Integral ostidagi funksiyani surat va mahrajini y darajasi x ga ko'paytiramiz. U holda x y darajasi x 1 plus x y darajasi x dx. Bu teng integral x y darajasi x
plus y darajasi x dx bo'lingan x y darajasi x 1 plus x y darajasi x. Quyidagi belgilashni kiritamiz. X ko'paytirgan y darajasi x, y bo'lsin. Bu tenglikni differensiallasak, u holda y darajasi x plus x y darajasi x dx dy ga teng bo'ladi. Demak, bu integralimiz teng bo'lar ekan dy bo'lingan y 1 plus y. Integral ostidagi funksiyani quyidagicha yozamiz. 1 taqsim y minus 1 taqsim 1 plus y dy. Bu teng bo'ladi natural logaritm y minus natural logaritm 1 plus y plus bu teng bo'ladi. Potensiyallasak natural logaritm y bo'lingan 1 plus y plus s. Bu teng bo'ladi natural logaritm y o'rniga x y darajasi x qo'yamiz. U holda 1 plus x y darajasi x plus s. E'tiboringiz uchun rahmat.